aloqa paytida qon ketish bo'lyapti, oxirgi paytlarda og'riq bo'lyapti kuchli. O'shanga siz haqingizda ko'p eshitganiga maslahatga kelganman. Birinchi marta ginekolog ko'rigiga kelishingizmi? Undan oldin tekshiruvlardan o'tmaganman. Sizga birinchi o'rinda kolposkopiya diagnostik usulda shiykalaringizni, bachadon bo'ynini ko'rish kerak va baholash kerak. Kolposkopiya bu bachadon bo'yni saratonini erta aniqlaydigan og'riqsiz va tez informativ usul hisoblanadi. Bachadon bo'ynini kolposkopiya qilishga bo'lgan tavsiyalar quyidagilar bo'ladi. Jinsiy aloqadan keyin qonaganda 30 yoshdan keyin bo'lgan ayollarga tavsiya qilamiz. Yo'q bo'lmasam 1 yilda bir marta topshiriladigan bachadon bo'ynida sitologiyada agar o'zgarishlar bo'lsa, kolposkopiyani tavsiya qilamiz. Kolposkopiya usuli ginekologik kresloda o'tkaziladi, chunki bu oddiy usul hisoblanib, og'riqsiz va informatsiyani juda yuqori beradi. Aziz ayollar, o'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Agar sizga sifatli, yuqori darajadagi kolposkopiya kerak bo'lsa, bizning klinikamizda Soch Medicalga taklif qilaman.